Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. Ikkinchi cho'ng gunoh odam o'ldirish. Alloh taolo Sura Nisoning 93-oyatida bunday deydi. Kimki bir mu'minni qasddan o'ldirgan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi deydi. Sura Furqonning 68-oyatidan 70-oyatigacha Alloh taolo bunday deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilinadi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi deydi. Undan boshqa Sura Moidaning 32-oyatida Alloh taolo bunday deydi. Shu ya'ni Qobilni nohaq o'ldirganligi sababidan Tavratda Isroil avlodiga hukm qildikki, kimki nohaq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ldirsa, u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishga sababchi bo'lsa, o bütün insanlarını tirildirgandek bo'ladi deydi. Onun başqa Sura Takvirning 8 va 9 oyatlarida Alloh taolo bunday deydi. Tirik ko'milgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ldirilding deb so'ralgan chaqda deydi. Tirik ko'milgan qizdan nima gunoh bilan o'ldirildim? Gunohing bormi yo'qmi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning halokatga ilib boruvchi 7 cho'ng gunohdan saqlaninglar degan hadisida nohaq odam o'ldirish gunohimi tilga ilingan edi. Bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Allohning nazarida qaysi gunoh eng cho'ng deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam seni yaratgan Allohga sherik keltirishing deb javob berdi. Ondan qolsa farzandingni tamoqqa tang sherik bo'lishidan qo'rqib o'ldirib etishim. Ondan qolsa qo'shningning ayoli bilan zina qilishim. Deydi birlik kelgan hadis. Mana bu yerda yuqorida oyatda Alloh taolo tirik ko'milgan o'zining burungi arablar o'zining qizlarini o'ltirayotgan, o ko'milgan tirikdir. Aslında Alloh taolo qiyomat kuni so'raydi, nima gunoh bilan sen o'ldirilding deb. Chunki u gunohsizda mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisida bo'lsa, Allohga sherik keltirishdan keyin farzandini uning tamoqimga sherik bo'ldi, men yeydiganning yerimni yeydi deb o'ldirib etishning og'ir gunoh ekanligini so'zlayapti. Alloh taolo yuqoridagi hadisni tasdiqlab bunday deydi. Yani Sura Furqonning 68-oyatida ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki musulmon bir-biriga qilich ko'tarsa, o'lguchimi do'zaxga kirdi dedi. Buni anglagan sahobalar Allah'ın peygamberi öldürgücü o dozaq kirdi ama öldürgücü o dozaq kirdi ama öldürgücünün günahı nima deb so'ragan edi Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem. Çünkü onu öldürüşke erismen edi deb javob bergan. Birlik kelgan hadis. Bu yerda nim demoqchi deganda biz yuqorida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki vidolashish hajida
mendan keyin bir-biringlar bilan urushib, kabrok ketmanglar degan hadisni o'rgangan edi. Mana bu yerda ikki musulmon bir-birini bir-biri qilish ko'tarsa, ikkilisininki do'zaxga kirganligini, chunki umma seni men o'ltiraman deb chiqqanligi uchun uning niyatida shuni o'ltirish, odam o'ltirish bo'lganligi uchun umma do'zaxga kirdi deganligini bayon qilyapti. İmam Ebu Süleyman Hattabi bundoq deydi. İki kishi bir-biriga dushmanlik qilish yoki tarafbozlik qilish yoki dunyo talish yoki mansabga erishish va yoki ustunlikni qo'lga keltirish uchun urush qilgan bo'lsa, jahannami bo'ladi. Ammo islom davlatining qo'shinlari bilan birlikda davlatga qarshi chiqqan dushmanlarga qarshi, garchi ular musulmon bo'lgan taqdirdami, urush qilgan yoki jinni va bolchaqalarni qo'g'dash yo'lida urush qilgan bo'lsa, bu hukmning ichiga kirmaydi. Chunki u bundoq sharoitda qarshi tarafning o'ltirishini qasd qilmas, qarshi tarafni o'ltirishni niyat qilmasdan jinini qo'g'dash uchun urush qilishga buyurilgan bo'ldi. Agar u qarshi tarafni ojiz holga tushiribmi o'ltirishga qiziqqan bo'lsa, durust bo'lmaydi. Kimki islomiy hukumatga qarshi chiqqanlarga va yoki musulmon turibmi qaroqchilik qiladiganlarga qarshi urush qilgan bo'lsa, uni o'ltirishni niyat qilmasdan o'zini qo'g'dash uchun urush qilgan bo'ladi. Agar qarshi taraf urush qilishdan yansa, uni qo'g'lashga bo'lmaydi. Mazkur hadis bu sifatlarga ega bo'lganlar uchun bayon qilinmagan. Ammo kimki bu sifatga xiloflik qilsa, u yuqorida bayon qilingan hadisning hukmiga kiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mendan keyin bir-biringlarning bo'ynini chepib kofir bo'lib ketmanglar." Birlikka hadis. Bundan boshqa cho'ng gunohlar Allohga sherik keltirish, odam o'ldirish va yolg'on qasam berishdir degan. İmam Buxoriy, Nasoiy, Tirmiziy, Darimi va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Yolg'on qasam berish cho'ktirgichi deb ataldi. Chunki u egisini qasam bergan odamni do'zaxga cho'ktirdi demoqchi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: Odam alayhissalomning o'g'li birinchi bo'lib odam o'ldirish yo'lini ochganligi uchun kimki nohaq qon to'ksa, uning gunohining o'xishi Odam alayhissalomning o'g'lining ustiga yoziladi. Birlik kelgan hadis. Bir odam nohaq odam o'ldirsa, uning gunohining bir ulushi Odam alayhissalomning o'g'ligimi o'zining qarindishini o'ldirgan o'g'ligimning ustiga yoziladi dedi. Qandoq bir mo'min kishi zimmi, ya'ni islom hokimiyati ostida yashaydigan g'ayrimusulmonni o'ldirsa, jannatning puruqini purolmaydi. Halbuki jannatning puruqini 40 yillik uzoq musofirda purug'ili bo'ladi deydi. İmam Buxoriy, Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Majah, Darimi va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Buningki bu hadisning mazmuni qarindoshlar, qanday bir mo'min kishi islom hokimiyati, islom davlatida yashayotgan bir g'ayrimusulmonni begunoh o'ldirsa, zimmi deganning o'zi g'ayrimusulmon bo'lib, bu musulmonlarga to'lam to'lab yashash sharti bo'yicha yashaydi. Bu hadislarda ko'p bayon qilingan, to'lam to'laydi ular. Shu to'lam to'lab o'ziniki bexatarligi va kazalarga to'lam to'lab yashaydi. Agar u to'lam to'lashdan boshlasa, vaqtida o musulmonlar hokimiyati ostidagi g'ayrimuslim hisoblanmaydi, u yerdan quvlab chiqariladi. Mana shundoq islom hokimiyatiga bo'ysungan va islom hokimiyatiniki ular qo'ygan to'lashga tegishli to'lamni to'lab yashayotgan
musulmonni o'ltirsa, unda adam jannatga kirolmaydi, jannatning purqinini purolmaydi deydi. Islom diyarida yashash uchun omonlik so'ragan bir Yahudi va yoki bir Xristian zimmini o'ltirgan kishining gunohi shunchalik bo'ladigan bo'lsa, bir musulmonni o'ltirgan kishining jazosi albatta undan ig'ir bo'ldi degan gap. Uni yuqorida bayon qildik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday deydi: "Ogoh bo'linglar, kimki musulmonlar bilan ahd-u paymon qilishgan, Alloh va uning payg'ambarining himoyasiga o'tgan bir zimmini o'ltirsa, ya'ni islom hokimiyati ostida yashaydigan g'ayri musulmonni o'ltirsa, Allohning himoyasini dafsanda qilgan bo'ladi. Jannatning buruqini purolmaydi. Halbuki jannatning buruqi 50 yillik uzoq musobadanmi purug'ili bo'lgan esil buruq. Muaviya radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Umidki Alloh taolo kofir holatda o'lgan kishining va bir mu'minni qasddan o'ldirgan kishining gunohidan boshqa barliq gunohlarni mag'firat qiladi. Alloh taolo sig'inib bunda holatda o'lishdan panoh tilaymiz" degan. Abu Davud, Hakim, Nasoiy va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Shuningga qarindoshlar, bu yuqoridagi so'zlangan masalalarda diqqat qilaylik, og'zimizga qattiq diqqat qilishimiz kerak, harakatimizga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Favqulodda bir sabablar bilan o'zimizni qo'g'dash emas, haqning uning buni kuchga yetishi bilan odam o'ltirishga sababchi bo'lib qolsa, cho'ng gunohlarga kirib qolgan bo'lib qolamiz. Darslarimizni Alloh taolo barliq qarindoshlarimizga manfaatli qilib bersin.